Eng arzonida, eng arzon narxda Vayah Free avtomobilini eng full gibrid varianti 490 ot kuchli, ikkita elektromotor va bitta benzin dvigateli bilan jihozlangan eng fulli. Pnevma hamma narsasi bor. Michelin ballonlarda o'zining firmenniy diskalarida mashina yengida turibdi. 2024 12000 yurgan. Mana Apollo Tech texnologiyasida ishlangan oxirgi restayling varianti. Xo'p, 360 hammasi bor. Vijayshivchka, bezkulchovoy, slipoy zona hammasi bor. Salonlari ham yengida turibdi. Mashina hech qanaqa ishi yo'q ekan. Zapas putlari ham bor ekan, berakarli panoramalar. Hammasi bor. Yengida turibdi. Hammalari tushib chiqadigan. Ana 12266. Idealniy mashina ekan, hech qanaqa kamchiligi yo'q ekan. Bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. 2024 Vayah Free ni oxirgi gibridi. Eng fulli 490 ot kuchli varianti. Eng arzonidan bu eng full Vayah Free ni olib maza qilib haydashinglar uchun 32900 ga berib yuboramiz. Ulgurib qolinglar. Bosib